Svet kelib ketganda soat buzilib ketadi. Soatni to'g'rilaysiz. Soat 13:42. Bitta soatga bosib qo'yasiz bu. Xo'p. Duxovka bo'yicha birinchi. Tepani ishlatmoqchi bo'lsangiz, tepa elektritskiy bunda. Chiroqni yoqib, keyin yoqasiz. Tepadan ochuvdan, shunga ehtiyot bo'ling, mana shu ishlayapti, isivyapti. Bu anaqasi faqat elektriskiy uchun ekan. Elektriskiy, tepasini o'zi. Chiroqni yoqmasangiz ishlamaydi tepasi. Ha, bo'ldi, chiroqni yoqamiz. Shuni ishlatamiz ekan. Keyin bosdingiz, iskira. Mana qarab tursangiz, gupit olib chiqadi. Men yoqayotgan joydan yoqsangiz, men turgan joydan qarab yoqsangiz ko'rinadi oluv yongani. Mana shu yerdan sizga o'xshab turgan holatda ko'rsak ko'rinadi. Bunga gugurt kerak emasmi? Yo'q, gugurt kerak emas. Bosdingiz, iskira yondi. Katta olovga qo'ydingiz. Mana misol uchun 170 mana temperatura yozilgan. Temperaturasiga qo'ydingiz. Ushlab turibsiz bosib. 10 sekund ushlab turasiz. Keyin qo'yib yuborasiz. O'shanda yonib turadi. Agar 10 sekunddan oldin qo'yib yuborsangiz o'chib qoladi. O'chirganda qanday bo'ladi? Yana 10 sekund qaytarasiz. Sekund kerak emas, o'zi unda. Orqaga qaytarib qo'yasiz. Bosmasdan orqaga qaytarasiz. Bosmasdan shunday qaytaramiz, bo'ldi. Hozir yoqishni o'rgandingiz. 170 misol uchun 180 da narsa pishiryapsiz. Temperaturani ko'tarmoqchisiz. Misol uchun 240 ga qo'ydingiz. Muammo yo'q, ko'tariladi. Bu temperaturasi mana bitta. Lekin siz 240 ta turibdi-da, voy men pasaytiray deb pasaytiraman, siz o'chib qoladi. Nima qilaman keyin? Uning uchun eshikni ochib, shamollatib bitta, boshqatdan yoqasiz. To'yis bu olovni baland past bo'lmaydi duxovkada. Olov bir tekisda bo'ladi, temperaturani ushlaydi. Ichkaridagi harorat belgilanganiga yetganida o'zi miltillatib qo'yadi. Keyin kamaysa temperatura o'zi yana baland qilib qo'yadi. Tushuntiribmi? Bunda temperatura bo'yicha ishlaydi. Demak, pasaytirmoqchi bo'lsam, gazni o'chirib, bitta shamollatib, boshqatdan yoqib, o'sha menga kerak bo'lgan kam anaqadagini qo'yaman ekan. Shunaqa to'pib. Yaxshi. Xo'p, keyingisi. Mamyo 4 ta komfortgiz. Bu ikkita mamyoniki. Bunisi men buniki ekan, bunisi tepadagisi ekan. Bosdingiz, bosaman. Iskaraga qo'ydingiz, yondi. Katta olovga qo'ydingiz, keyin qo'yib yuborasiz. O'sha orada 3 sekund o'tadi. Bunga 3 sekund-a? Bosdingiz, iskara, katta olov, keyin qo'yib yuborasiz. Pasaytirishga bosmasdan oxirigacha. Buni bemalol pasaytirsak bo'lar ekan buni. Oxirigacha burasangiz pasaytirasiz. Eng pasti oxir. Faqat duxovkanikini o'chirib, shamollatib, boshqatdan qilaman. Atak tepadagilarda bemalol pasaytirishimiz. Past baland, bu yerda baland past bor. Bo'ldi, Baland pastmi? Bosdingiz, iskira, katta olov, 3 sekund ishlab qo'yib yuborasiz. Bo'ldi. Pasaytirishga shundoq buraysiz, o'chirishga orqaga qaytarasiz. Xo'p. Bo'ldi? Bo'ldi, rahmat. Ana endi shu videoni menga tashlab berasiz.